Dasturimiz davom etadi. Energiya resurslaridan qonunga muvofiq, xavfsiz va tejamkor foydalanishni ta'minlash iste'molchilar o'rtasida mas'uliyatni kuchaytirish maqsadida Guliston shahrida navbatdagi nazorat tadbiri tashkil etildi. O'zenergiya inspeksiyaning Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan mazkur tadbir davomida shahar hududidagi savdo va umumiy ovqatlanish obyektlarida elektr hamda gazdan foydalanish holati o'rganildi. Nazorat tadbirlari davomida Guliston shahridagi markaziy dehqon bozori hududi qamrab olindi. Xususan, bozorda faoliyat yuritayotgan elektr va gazdan foydalanuvchi savdo rastalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari hamda oshxonalarda energiya resurslaridan foydalanish holati o'rganildi. Tekshiruv jarayonida elektr va gaz uskunalarining texnik holati, hisoblagichlarning to'g'ri ishlashi, xavfsizlik talablariga rioya etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir chog'ida mutaxassislar tomonidan tadbirkorlar va xizmat ko'rsatuvchi obyektlar xodimlariga energiya resurslaridan tejamkor va qonunga muvofiq foydalanish, xavfsizlik qoidalari qat'iy amal qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Qonun talablarini buzgan holatlarni bartaraf etish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar yetkazildi. Navbatdagi nazorat tadbiri jarayonida 20 dan ortiq iste'molchilarga profilaktik tadbirlar hamda ogohlantirishlar berildi. Shuningdek, ikkita holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risida 100-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ushbu tadbirlarni yil davomida doimiy ravishda nazorat tadbirlari olib boramiz. Nazorat tadbirlari natijasida ayrim obyektlarda belgilangan talablarga rioya etilmagan holatlar aniqlanib, qonunchilikka muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kabi chora-tadbirlar energiya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, noqonuniy ulanishlar va ortiqcha sarf xarajatlarning oldini olishga xizmat qilishi ta'kidlandi.